Barchaga assalomu alaykum. El Samokat YouTube kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda Dualtrondan Thunder 3 samokatimiz bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi. Bu samokat juda agressiv va juda tez, kuchi keragidan ortiq bo'ladi. Xo'p, samokatimizni obzor qilishdan oldin bizga podpisatsiya va like bosishni unutmanglar. Bu kanalimiz rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasizlar. Xo'p, bunda boshladik. Samokatimiz maksimal tezligini ko'rib chiqamiz. Hammaga qiziq bo'lgan tezlikdan boshlaymiz. Xo'p, bu samokatimizning tezligi 100 bo'ladi. Mana tabloda ko'rdinglar, 128 gacha chiqdi, lekin pastga qo'yib ustiga bes bilan chiqqaninglarda beta 100 atrofida yurib beradi. Xo'p, maksimal tezligini aytib o'tdik. Endi akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, 72 volt 40 ming amperni tashkil qiladi. Bu ham oddiy batareyada emas, LG original batareyalar bilan jihozlangan. Bu samokatda uzoq probeg yurib berishga xizmat qiladi. Zapas xoda где-то 125 kilometrgacha yurib beradi, yurish tezliklariga qarab. Motorlariga keladigan bo'lsak, bu samokatimizda 2,5 kilovatdan har bir privedda moshinasi joylashgan. Bu albatta nominal holatda, pikoviy holatda 10800 vattni tashkil qiladi. Bu kichkina kuch emas. Xo'p, bunday katta tezlikda xavfsiz to'xtay olish uchun albatta nutdan 4 portionli original gidravlik tormozlar bilan jihozlangan. Bu samokatimizga yana ham sifati va kачествосiga qo'shimcha bo'ladi albatta. Katta tezlikda wobbling bo'lmasligi uchun, wobbling nima deganlar uchun ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin, nima u deb. Katta tezlikda rullar o'ynab ketib qoladi. Shuni oldini olish uchun mana bunaqa demperlar bilan jihozlangan. Bu rulni kontrol qilishingizga yordam beradi. O'zining ligrovkasi bor, o'zingizlarga moslab olsanglar bo'ladi. Xo'p, samokatimizda yana nimalarni aytib o'tamiz? Yuk ko'tarishi va podveskalari haqida gapirsak, 130-150 kilogacha bemalol ko'taradi. Podveskalari to'g'ri, yashirmaymiz, jo'skiyroq, chunki bizlar sportkarlarda ham jo'ski podveska bo'ladi. Katta tezlikda yuradigan samokatlarda ham shunaqa podveska, ya'ni imенно Dualtronda bitta X Limited modelida juda yumshoq podveska, lekin qolgan hammasida jo'ski bo'ladi. Katta veslarni ham bemalol oladi. Xo'p, samokatimizning tashqi ko'rinishiga alohida baho bersanglar bo'ladi. Ayniqsa menga yoqadigani mana bu orqasi bo'ylaridagi chiroqlari, stop chiroqlari dizaynini juda o'zgacha ishlagan Dualtron. Shuning uchun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Koreyskiy brend, eslatib o'tamiz buni. Xitoylari zavodda, lekin Koreyani o'zining lishnan brendi hisoblanadi. Xo'p, boshqaruv tizimiga keladigan bo'lsak, bu yerda o'zini chiroqni kontrollari, pavorotnik, xo'p, signali juda baland, sizlar uchun cholib o'tamiz, quloqni teshib darajada. Xo'p, avariyga gavarit chiroqlar, oldi dальний ближний, o'shalar gavarit chiroqlari bu ham. Va bu yoqda gaz kurork va mana bu turbo yozuviga e'tibor bersak, bu samokatni misol uchun maksimal quvvatini ikkala motorga taqsimlab beradigan tugma bo'ladi. Где-то 2 minut atrofida ishlaydi bu sistema. Chunki akkumulyatori bor zaryadini to'plab turib ikkita motorga polni beradi. Bu sizlarga yana ham tezroq qo'zg'alib yurishingizga yordam beradi. Kim bilandir surishmoqchi bo'lsanglar, aynan shu knopka sizlarga yordam beradi. Xo'p, eslatib o'tamiz, samokatimizda programmalari bor. Mini Motors o'ziniki, ichidan funksiyalari juda ko'p. Ichidan turbo, eko rejim, yana tormoz sistemalarini qanday ligrovka qilish, akkumulyatorlarning holati, motor gradusi, xullas balovati, hamma narsasini diagnostika qilsanglar bo'ladi. Qayerdan nima muammosi bor, uni kompyuter sistema shuni ichiga kiradi. Va esimdan chiqib qolibdi, tormoz tizimiga keladigan bo'lsak, bunda ABS tizimi ham bor. uni ham yoqib o'chirsanglar bo'ladi. Xo'p, ABS tizimi nimaga foydasi bor desanglar, yomg'irli va qorli havolarda haydaganda
xavfsiz to'xtay olish uchun, misol uchun sirpanmaysiz, ABS tormozda ishlash prinsipini bilganlar biladi. Xullas muammosiz to'xtaysiz любой ob-havo sharoitida. Xo'p, xullas programmaning funksiyalari juda ko'p. Ichiga kirsanglar, mayli judasigacha topsanglar bo'ladi. Buni samokatlarni holatini kontrol qilib yurasizlar. Samokatimiz taxlanadi, bemalol taxlab mashinaga, orqa bagajiga ortsanglar bo'ladi. Ixcham qilib transportirovkasi bor. Xo'p, zaryadkalariga keladigan bo'lsak, zaryadkalari ikkita port bo'ladi. Unga ikkita zaryadka qo'ysanglar bo'ladi, bisri zaryadka qilish uchun, lekin o'ziga bizdan xarid qilsanglar, bisri zaryadka ham qo'shib beramiz. Samokatimiz narxiga kelyapmiz sekin-sekin. Xo'p, tafsilotlarni buni aytib o'tdim. Samokatimizni hozirdagi sotuvdagi narxi $3100 bo'ladi. YouTube orqali kelgan mijozlarimizga 10% skidka qilib berishga harakat qilamiz. Bundan hozircha bir dona qoldi nalichida, yana olib kelamiz. Samokatimiz agar yanada to'liq ma'lumotini bilmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarimizga telefon qilsanglar bo'ladi yoki do'konimizga kelsanglar, o'zingizlar ko'rib, yoqtirib, test drayvini qilib olib ketsanglar ham bo'ladi. Xullas, obunachilarimiz kelish kerak, ko'rish kerak, olish kerak. Dualtronlar hozircha Toshkentda yo'q. Eski olib kirganlar bo'lishi mumkin, lekin bir dona, ikki dona xolos, lekin bizda assortiment boshqa joydan topishinglar qiyin. Buni zarajli apparatlar faqatgina bizdan topsanglar bo'ladi. Hamma do'konimizda kutib qolamiz. Videoga like bosgan bo'lsangiz biz xursandmiz. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bundan yaxshi videolarimiz, obzorlarimiz hali oldinda.